Feruza Normatova va Shahlo Soliyeva skuti ortida hammani larzaga solgan sir nima edi? Kanalimizning ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Sevgi iztirobi serialidagi Zaynab obrazi bilan o'zbek tomoshabinlari e'tiboriga tushgan turkiyalik aktrisa Hazal Filiz kuchuk ko'z tug'ilgan kunini nishonladi. Xonanda Milena Madmusayeva sevgan insoni tomonidan sovg'a qilingan guldastalar aks etgan suratni sahifasiga joyladi. Sportchi Diora Keldiyor va turmush o'rtog'i hamda qizalog'i bilan Parij shahridan ko'rinish berdi. Aktrisa Durdona Qurbonova Sharm-Shayxdagi sayohati qanday o'tayotgani aks etgan suratlar bilan bo'lishdi. Xonanda Yulduz Turdiyeva repertuarda sevgi haqidagi qo'shiqlar ko'payib ketgani uchun endi boshqa mavzularda ijod qilishi haqida so'zlab berdi. Turk kinosi yulduzlari Burak O'zchivit va Fahriye Evjen do'stlari bilan vaqt o'tkazayotgani aks etgan suratlarni sahifasiga joyladi. Asal Shodiyeva dam olish kunini onasi va o'g'illari bilan mazmunli tarzda o'tkazdi. Xonanda Afruza turmush o'rtog'i va o'g'li bilan Makka shahridan ko'rinish berdi. Feruza Normatova turmush o'rtog'i tomonidan hadya qilingan ulkan guldasta oldida suratga tushdi. Xonanda Shahlo Soliyeva duetdoshi Veysel Dulger bilan 7 oydan beri birga ekanliklari hamda u bilan hayot yo'lini bog'lamoqchiligi haqida so'zlab berdi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.